Bugun juda qiziq holat bo'ldi menda. Nima bo'ldi? Ishim ko'p, nima qilishimniyam bilaman. Lekin bilmayman. Planlarim bor, yozib qo'yganman, lekin nimagadir nima qilish birdaniga qo'limdan chiqib, masaliyam tushib ketdim. Asabiylashib, jahlim chiqib ketyapti yo'l joyidan. Bu holat где-то 4-5 soat davom etdi va men nima qildim? Esladim. Bu meni qo'limda. Bu meni tanam, bu meni hayotim, bu meni kayfiyatim. Nima ish qilishim, qanaqa ish qilishim, bu meni tanlovim. Men hal qilaman. Va shundan keyin mana yana ishni boshladim. Masalan, o'sha yaxshi Xudoga shukr. Sizlarning hayotingizda ham mana shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, har doim yodingizda bo'lsin. Hayotda eng g'alvanisi siz o'zingiz bo'ling. O'zingiz sog' bo'ling. O'zingiz vaqtingizga o'zingiz baxtli bo'ling. Hozir bu video bo'ldi. Sizlar o'zinglarni yaxshi his qilsanglar, sog'lom bo'lsanglar, yaqin insoniylarga kelasizlar. Yaqin insoniylarga faqat shu holatdagina yordam bera olasizlar. Shu uchun hayotda birinchi navbat, birinchi o'ringa muhim jihatdan o'zingizni qo'ying. Pul topiladi, oshna-og'ayni topiladi. Oila qurish ota-onani bizga baribir bog'lab bermagan. Umuman insonlarni hech narsani bizga bog'lab bermagan. Quruq qo'l bilan keldik, quruq qo'l bilan ketamiz.